Boşqa işim var sən qancıq bilən. Nim bo'ldi? Evet, komandırkoga çıkmak istedim şu an. Ahırkı bir kıtım kör olaydık geldim. Sizat nimish qilmoqchi Ferdun? To'y qilaylik, to'y qildim. Ajrashib ketaylik, ajrashib ketdim. Jannataq Nodiradan jurvatsiz uningga mayildida. Sizat nimish qilmoqchi? Turmushimni butunlay ostin-ustin qilib nima chaplish olmaz. Bu zot nima qilgan? Ha? Sıkılmam oldu. Bo'ldi. Ketim. Ko'zim ko'ringich bo'lma. Ma bir nimalarni elab Nodiraga o'qitib bo'ldik. Sen bir gün işlet ketdiniz mi? Nima? Siz Madina'mi? Madina Shibraysiz bana. Boşqa işim var sən qancıq bilən. Sən təxminən muhabbetimni öldürmədək oldunma. Sən məni kim bilənsə? Siz kimning muhabbeti? Mən ki qara Fərruxның muhabbeti. Ma şəhərdə heç kim mənim muhabbetimni tək tatlıqadək olmadı. Neymiş bu? Ha? Alina? Alina? Hayır, böyle zil olma. Hoşunuz geldiniz mi? Madina qaysi taqta? Madina mi olan? 64, 63. Rahmat. Rahmat. Madina nima ish oldi? Bugün Dilzar bir şirketga kiribdi-ku. Ha. Shuning bilan nima? ikkisi urush ketibdi. Ikkisi urush turganini ko'ra Dilzar Madina urib to'ldigina, ha? Shundami? Bu filmning davomini biz o'z ovoz salonidan ko'ramiz. Salon nomeri bosh betda bor. Yaxshimisizlar, bugun sizlarni bir ziyorat qilib baqsam, sizlar ijroat qilib qanchalik bo'ldi? Biz yurayotganimizga bir 6-7 oy bo'lib qoldi. Yo'q, biz yurayotgan 9 oy bo'ldi. İşte uzoq bo'lib ketdimi? Ha, biz yurayotgan 9 oy, 17 kun 6 soat bo'ldi. Shundan sürekli tatlıvatdı. Men amaş muhabbetimni asli chiqib bilib bekmacha to'g'ri tushunolman. Qaysi kelaylik bo'ldi unda bo'lmasa ko'rganlarimiz meni tish yo'lbosga deb qolamiz. Unda biz qayerdan keldik? Şu biz yurayotganimizga shunchalik uzun bo'lib ketdimi? Undaq bo'lsa men so'rab baqsam, sizlar qandoq bo'lib tanishib qoldinglar? Biz şu aeroplan stansiyasida bir-birimiz so'qilib ketiblarmish, xanju ishlagandek tanishib qoldik-ku. Nima deyam teyze? Yağan yakmağa canım. Biz adam bevasıtar supsida tanışqancha. Şu boq yetib ekansiz qaram, unutib qo'ygan o'xshaysiz. Şu boq qildingiz. Men kirib sovg'at atdim. Shuning bilan shu boq tugandan keyin siz menga xat qoldirib qo'yibsiz. Atgan sovg'angizga rahmat deb. Shuning bilan Ha, to'g'ri, endi esim keldi. Shu bu bola meni shu Badam Life'da qachilabdiga paranglashib, kunda 4 vaqt ahvol so'rab, sovg'atlarni etib, shuning bilan ko'nglim evag'an ana yurib qolgan shundaqlar. Yaqinda emas. Ya, da bo'ldi gap qilma. Masalan, uyingizda yerikib qolgan bo'lsanglar, Badam Life'ni tushirib sinab baqsanglar bo'ladi. Xayr, xo'sh. 突然闯进了
心也跟着打开，告诉我这瞬间能